Hammaga assalomu alaykum. Biz o'tgan darsimizda post request orqali qanday qilib neonlik ma'lumotlar bazasiga Prisma orqali ma'lumot qo'shishni ko'rib chiqqandik va bugungi darsimizda qo'shilgan ma'lumotlarni qanday qilib Prisma orqali olishni ko'rib chiqamiz. Biz kodga o'tib olamiz va biz o'sha oldin yaratgan route.ts app papkasini ichidagi API users route.ts fayliga turibmiz va bu yerda biz get request yozamiz. Misol uchun export async function deymiz va name'ga get request beramiz. Bu majburiy get request deb qo'yish va bu yerda yana request bo'ladi va buni type'ini ham request qilsak bo'ladi. Va bizga ma'lumotlarni olish uchun Prisma'ni bir nechta metodlari bor va shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda konstanta users tenglik await deyman. Prismaga murojaat qilaman. Prisma klientni biz lib papkasiga qo'yib olgandik va buning ichidagi user modeliga murojaat qilaman va bundan find many xossasini ko'ramiz. Find many xossasi qolgan narsa yozish shart emas, shuni o'zi yetarli va next return next response.json va message sifatida biz xabar yuboramiz. Find users deymiz va bu yerga users degan array'imizda berib yuborib status 200 deb qo'yamiz. Qayta biz uzoqlab o'taman. Konstanta users bu oddiy o'zgaruvchi. Await mana bu kod orqali olib kelingan array mana shu usersga tushadi va await bu asinxron funksiya bajarilishi uchun Prisma klientga murojaat qilamiz ma'lumotlar bazamiz bilan ishlash uchun va user degan modelimizni olyapmiz va uning ichidan find many degan xossani chaqiryapmiz. Find many xossasi ma'lumotlar bazamizdagi barcha ma'lumotlarni olib bizga qaytarib beradigan funksiya. E'tibor bersangiz biz bu yerda request ishlatmadik. Ishlatilmagan xossa oldidan shunchaki pastga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Hech qanday xatolik chiqmaydi. Va postmanga o'tamiz extensionimizdan. Bu yerda bitta new request yaratib olamiz. Buni o'tganda saqlanib qolish esimizdan chiqdi. Mana bu localhost API usersni olamiz. Biz bu get request mana bu yerda belgilashimiz mumkin get request va shunchaki sendni yozamiz. Get requestga hech qanaqa nastroyga qo'yishimiz shart emas, shunchaki URLni o'zini yozsak bo'ldi. Va e'tibor beradigan bo'lsak, bizda faqatgina bitta objekt kelyapti. Ya'ni users degan array ichida bittagina objekt qaytyapti. Chunki bizning ma'lumotlar bazamizda faqatgina bitta user bor. Va buni save qilamiz. Saqlanib. Create collection. Request name. Get all users. This one tutorial deymiz. Nimagadir tushunmadim, buni saqlamagandim. Men o'zi odatda postmanni o'zini ishlatardim. Hozircha bunga vaqt yetkazmaymiz. API users va yangi bitta request yaratamiz. Bu yerda turaveradi. Va buni postga almashtiramiz. Users va o'tgan darsimizga o'xshab body'ga o'tamiz va raw'ni tanlab, text format emas, JSON formatini tanlab, mana bu yerda name jo'natamiz. Name ikkalasini ham qo'shtirnoq ichida berish kerak. JSON format bo'lishi bo'lgani uchun. Asilbek misol uchun name'ga va emailga .a@gmail.com va sendni bosamiz. Bizda yana bitta ma'lumot yaratildi. Va buni yana o'zgartiraman. Sardor misol uchun va s bilan gmail.com deyman. Bizda uchinchi ma'lumotimiz ham yaratildi. Buni neondb ma'lumotlar bazamizga o'tib qaraydigan bo'lsak, buni bitta yangilab yuboraman. Bizda yangi 3 ta ma'lumot qo'shildi, ya'ni 3 ta user qo'shildi va qaytib get requestga o'tamiz va yana bir marta sendni bosadigan bo'lsak, mana ma'lumotlar bazamizdagi barcha 3 ta objekt qaytdi. Biz yana bitta narsa yaratib olaylik. Ikkita bir xil name bilan ma'lumot yaratamiz. Misol uchun yana bitta Muhriddin yarataman. Sendni bosamiz. Name bilan bir xil ma'lumot yaratish mumkin. Yo'q, bu yerda xatolik beradi, chunki Gmailimiz bir xil bo'lib qoldi. M1D Gmailimiz bir xil bo'lib qoldi. Biz xatolik qaytarmaganimiz uchun xatolik bu yerda kelmadi. Biz mana bu yerda 500 internal server error chiqyapti. Va qaytib sendni bosaman. Mana Muhriddin degan ism yaratildi.
ism ostida yangi ma'lumot qo'shildi. Ya'ni bazamizda ikkita bir xil nom bilan user yaratilgan. Buni nimaga yaratdik? Hozir keyingi ko'radigan find first xossamiz shunga aloqador. Buni men kommentariya qilaman va buni bitta kopiya qilib olaman. Users, Prisma user find menu emas, ana endi find first va bunga o'zimiz nastroyga kiritishimiz kerak va bu yerda object ochamiz. Word deymiz, ya'ni Prisma'ning o'zini qo'ydasi va qaysi xossa bo'yicha qidirishni ko'ramiz. Name xossasi teng bo'lsa, misol uchun Muhriddinga. Mana shu. Ya'ni biz shart qo'yamiz, name xossasi Muhriddinga teng bo'lgan userni topib kelamiz. Faqat find first xossasi nima qiladi? Ma'lumotlar bazasiga qaraydi. Muhriddin nomi ostida 10 ta user bo'lsa ham faqat birinchi uchraganini qaytaradi. Bizning holatimizga bu qaytarish kerak bo'lgan narsa Muhriddin mgmail.com ni m1gmail.com emas. Shuni qaytarish kerak. Va localhost ga get request ni ishga tushiramiz. Ishlatib ko'ramiz mana. id1 email mgmail.com name Muhriddin. Bizda Muhriddin nomi ostida ikkinchi user ham bor edi. Mana Muhriddin nomi ostida ismlari bir xil. Lekin buni qaytarmadi. Find first ni vazifasi bazadagi birinchi shu nom bilan bog'liq birinchi ismni topib kelish. Tashqasiga qaramaydi. Birinchi uchraganini topdimi, bo'ldi, boshqa qidirib ham o'tirmaydi. Va yana bitta ko'radigan xossamiz bu find unique xossasi. Constant users deymiz. Tenglik await Prisma user modeliga murojaat qilamiz va find unique xossasini ko'ramiz. Find unique ma'lumotlar bazasining yagona elementini qaytaradi. Yagona bo'lgan elementni topib qaytaradi. O'zi bergan shartimizga asosan bu yerda ham yana word deymiz. Word yana object ochib, misol uchun email xossasi elektron pochta belgisi gmail.com bo'lgan elementni qaytarish kerak. Va localhost ga o'tib yana bir marta get request beramiz. Mana email gmail.com ga ega elementni qaytardi. Ya'ni bu birinchisini qaytarmaydi, yagona bo'lgan elementni qaytaradi. Bugun ko'rgan shu 3 ta xossamiz eng ko'p ishlatiladigan asosiy xossalar edi. Keyinchalik yana xossalarni ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.